voy keksa o'rgatasan, 18+ o'rgatasizmi, uyat sharmanda deyishadi. Lekin kim o'rgatsin? Mana hijobda, ya'ni ro'molda bo'lib turib deyishadi odamlar. Bu hayotga uchraydigan narsa, mavzu. Lekin nimani o'rgating? Qachonki ayollarga o'zi shundoq ham hamma xizmat qilishi, bola boqishi va hokazoni shundoq ham hamma o'rgatadi va hammamiz zavoddan o'zi xizmatchi bo'lib chiqamiz. Lekin turmush o'rtog'i bilan to'g'ri yondashishi, xo'p bo'ladi deb turgandan tashqari yoki chidagindan tashqari hech kim o'rgatmaydi. Masalan, shuning uchun uydagi ayoli xizmatchisi bo'ladi. Sal yaxshiroq bo'lishi boshlayotganda ona qo'shilib oladi munosabatlarga. Yana endi sal yaxshiroq bo'lmoqchi bo'layotganda bo'ldi, erkak to'yib ketib chiqib ketadi ko'chaga, sevishish uchun boshqa ko'chada kimdir, oilada esa xizmat uchun ayol, rafiqa, ya'ni o'zbek ayoli. Bu noto'g'ri-da. Er-xotin bir-biri bilan intim munosabatlarda ham, kundalik munosabatlarda ham yaqin bo'la olsa, bir-biridan o'sha hamma mehrni ulashishni, hamma lazzatni ham, xursandchilikni ham, sakinatni ham ola olganda, уже bu munosabatlarga na boshqa shaxslar qila olmaydi, na erkak ko'chaga chiqib kimnidirni qidirmaydi ko'p hollarda. Farzandlar ham to'kin, sog'lom, mehrdagi oilada sog'lom shaxslar bo'lib katta bo'lishadi. Narsistlar, xotinni uradigan, pichoqlaydigan, benzin quyib yoqib yuboradigan odamlar bo'lib yetilmaydi erkaklar. Ayollar ham psixopatkalar bo'lib, bolalarini ayollarga otib yuboradigan, oynalardan o'zini tashlab yuboradigan bo'lib katta bo'lmaydi. Qachonki sog'lom muhitda katta bo'lganda va sog'lom munosabatlar qurishni o'rganganda, sog'lom munosabatlar er-xotinda, juftliklarda, oilada aynan shu intim munosabatlardagi garmoniya eng katta qismini ta'minlab beradi.